Okalar sizlar uchun 03'imizga naq $4,5 rasxod ketgan o'lch topdim. O'shani bitta ko'raman. Rustamjonaga xursandchilik bilan $3,300 berdingiz a. $3,300 oxirini qo'ydim. Qimmat deyishingiz mumkin. O'shani bitta ko'ring a. Lekin puliga yarasha rasxod qilingan, men baraka qo'ydim. O'shani sizlar uchun ko'rsatib o'taman. O'shan holatini ko'rgan bo'lsangiz zo'r. 1981-yilda ishlab chiqarilgan 03 holatlari o'ta fil turibdi. Namini qarang, mana adden temi. Xo'p, o'shamizdan kraskasi to'xtaydigan bo'lsa, shu chiziq raqdan pastiga asfalt holatda sepilgan ekan. Uda kaltaga mas'ul paddojga sepilgan o'shamiz. Orqaga kelgan bo'lsa, orqalari ham zo'r. Moshina benzin holat turibdi. Moshina tinu. Yarashgan sakka deskasi o'ziga yarashib turgan bo'lishi bitta lakingiz ayamas. Ichini ko'rib chiqadigan bo'lsa, chexollar, boshqalar o'ta zo'r. Nimaga Abdulaziz bunga 4,5 rasxod ketgan deganlar uchun rol adden tema bo'lib turibdi. Ichini qarang, 0 tapetga bosilgan. Richalari, chexollari ham 0 ollari ham ancha rasxod qilib mehr berilgan ekan. Moshinamizda endi tagida maxluq yashirilgan. Yora motor ustiga mana korzinkalar yo'q qo'shdi. Ustiga o'zi zavod. Bunaqalarki yo'q. Yora motor bor, ustiga yopishmaydi. Bunga yopib qo'yishibdi. Mashina yurishlari o'ta zo'r. Xullas mashina olish kerak, minish kerak. Naqdga $3,300 berish ekan. Qiziqali aloqa chiqamiz, mashina zo'r. Namanganda turibdi. Bizlar so'ramoqdasizlar, masala uchun qolmoqda. Bu mashinamiz ham narxi sizlar lol qoldiradi. Shu mashinamizni $2,200 sotilgan. Bundan 2 oy oldin. O'zi shu mashinamizni naqdga $1,200 ga berdi. Bizning nomimizdan kelganligi to'liq ma'lumotini aytamiz. Mashinamiz holatlari zo'r. 1986-yilda ishlab chiqarilgan. Bu 06-chi qarang. Endi nimalar qilingan? E'tibor berib chiqasizlar. Yaqin $506,000 ga atrofda o'zi rasxoti ham ketgan deydi. Bolalar o'zining holatda 07 o'yna, 07 bakovoy chiroqlar bilan deydi. Holatlar zo'r, kraskasi pon nasijit bo'lgan, lekin shumkalarni ham ponni qilib qo'ygan. Orqasida 90 tili temir gaz baloni ham bordi, o'ylab ko'ring. Mashina orqalari ham full holat turibdi. Ichki ko'rinishini bitta ko'rib chiqadigan bo'lsa, chexollari, boshqalari zo'r. Oldi ko'rinishini qarang. Mazami? Mashina shunchaki o'lishga rari bitta haydadigan joy ekan. Abdulaziz hisobi 1,200 ga bersan desa motorda moy yedin deganlarchi yo'q. Motorda moy boy yemaydi, zadnovoz boshqasida ishi yo'q. Haydavoyda jichcha ishi bor deydi. Ozgina ko'rsatib oladigan joy. Любой mashina olsangiz ham baribir ko'rsatib olasizlar. Mashina naqdga mabodo 1,200 ga berilar ekan. Okalar sizlar uchun bomba bo'ldi. Mana Davud Xonqomov mana 2011-yil ishlab chiqarilgan 07'mizni $2,300 ga real beryapsiz ha. Odam yig'ishi yo'q, bir mashinani boshqa emas. Ulgurib qo'ying mana $2,300 ga 07 mana baraka qilib qo'ydim sizlar uchun. Mashina bitta ko'rsatib o'taman, ko'ramiz. Mashinamiz holatlari zo'r. 2011-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mashina holatlari zo'r. Shunchaki olish kerak, minish kerak. Bitta bolalarni qarang, charm bolalar ham yangi holat turibdi. Mashina ideal holatda turibdi. Orqasi 80 tili temir gaz balonlari bilan bor. Ko'rinishini ham qarang. 0 ish pozlar bormidi? 99-yil bolalar bormasa tarqatamiz. Zo'rmi? 99lar. Bitta 0 oladigan davrini keldi mana. Nima deysizlar? Ko'ringchi. 0 yuradigan vaqt o'tkazadi. Odamlar bitta men degan ekan. $2,300 ga 0 ajoyibmi? Mana ichlari ham zo'r turibdi. Mashina sirosha sotirish kerak ekan. Tushirdim. Bozorga 3000 atrofida narx aytgandilar. O'rdomda shunaqaki ozdan nimaga deb olmaydi ham. Real nima oladigan holat 3000 degan mashina tushirdim sizlar uchun. Mashina motor qismida mo'yamaydi, hadovoyda ishi yo'q. Shatr sanagan keyin 2,300 ga beriladi. 1976-yilda ishlab chiqarilgan 9 Niva motor qo'shilgan. Mashinamizda eng qizig'i pick-up deb dokumentlar ham yozib qo'yilgan. Muammosi yo'q. Orqasida mana labo desangiz ham bo'ladi. Mashinamizda 0 desangiz ham bo'ladigan joyi. To'liq ma'lumotini aytib o'taman. Mashinani ko'ramiz. Orqasini qarang, addini tema bo'lib turibdi. Mashina zo'r holat taqilishdi. Fon taqlab chiqilgan mana. Oldi 0, orqasi labo desani bo'laveradi. Bir tonna shu yuk olaveradi deb aytishdi, lekin qarang. Bozorda bitta bo'lib turibdi ijro. Mashina xohlagan yukni satsani bo'ladi-da. Dokument boshqasi muammo yo'q deb aytdim. Orqasi 5 tili temir gaz balonlari bor. Balonlari ham zo'r. Mushi holatda ala qo'shib. Tegi moslar boshqalarni ham hammasini to'g'rilashibdi. Mashina ichini bitta ko'radigan bo'lsam, chexollari, boshqalarni ham moslashibdi mana. Qarang, tepalar apishga, boshqa rollari ham zo'r. Oyoq teglarigacha hamma joyini ishlatibdi. Motor qismida hadovoyda boshqada ish yo'q. 0 o'ynab qo'shgan, bakovoy ham qilishgan. Motor qismida moy-poy yemaydi desam yo'q deyishdi. Mana qarang, mashina motorlari ham ideal. 13 Niva motor bo'silgan, mana qoran ko'ringlar, mashina zo'r. Baquvvatli, boshqa chidamligi ham muammo yo'q. Olish kerak, minish kerak. Bozorga 3000 deb turuvdilar. Oxirgi narxini qanchaga berishsam 2,5 mingga berdimmi? Biz obunachilar uchun
2600 dollarga berishar ekan. Qalaman Suqrot jo'n aka, bomba narxi bilaman 0 litr bitta ko'ringlar. Mashina ajoyib 2011-yilda ishlab chiqarilganini 3650 dollarga xursandchilik bilan bitdi-ku. O'tadigan yo'q ha. Oxirgi narx bozorga 4200 atrofida narx qilganman, baraka qilib qo'ydim. Mashina bitta ko'rsatib o'taman. Mashinamiz holatlari zo'r, 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Mashina qarang, ajoyibmi? Masakareskalar o'ziga yarasha bo'lib turibdi. Mashina shunchaki o'lish kiradi, minish kiradi. Kraskasiga keladigan bo'lsa, kraskasi tomon krilos bitta almashgan ekan. Majidida retopkalar bor, 25 atrofida deyishdi foizini. Orqasida temir gaz ballonlari bilan mashina orqalarini zo'rmi? O'kalaman 2005-yil bolalar bo'lmasa 0.7 minadigan davriyani keldi. Bitta tanishlarga tarqatamiz. Mana ichini ko'ringlar. Chexollarni qarang. Ajoyibmi? Oldini qarang. Onlar ya o'ta kurtoy, mashina shunchaki qaralgan, minilgan. Uka deydi, mashina birov atrofda oldiroq, 4.5 atrofda olganman, sotibdiman deyman. Oynalar, fon tushadigan elektronika qilib qo'yilgan. Qiyinchilik boshqa bo'lmaydi, motor qismlarida mo'po yamaydi, hadolarida ham ishi yo'q. Motordan qarana tushib turibman, emblemasi, pechat boshqalar bilan. Xullas, mashinamizni naqd sanaganga 3650 dollarga mazami, bitta like o'z tanishlarga tarqatamiz. Telefon mashina yo'men to'qmoqman, Murod Jo'qo'miz ham mashinamizni darmondan rasot qilgan shunga deysim, amas qiling ha. Naqdga 1600 dollar berdingiz ha. Realni. Men baraka qilib qo'ydim. Sizlar uchun o'kala ta'lab berdim ha. Mashina bitta ko'rib chiqamiz. Mashinamiz yili 1982-yilda ishlab chiqarilgan 06. Mashinamizga qilmagan narsani o'zi qolmagan, hamma joyda sakadasiga yarashgan bo'lsa bitta like'ingizni ayamasiz. 0 o'yna, 0 bak qilib qo'ygan, holatlari zo'r. Mashinaning orqasini ko'radigan bo'lsa, orqasida o mashinamiz orqalari boshqalari ham zo'r, shunchaki olish kiradi, minish kiradi degan joyi. Hop, mashinamizning orqasida 80 temir gaz ballonlar bilan diskalar o'ziga yarasha, ichini ko'ringlar, ichlari ham o'ta zo'r holatda ekan. Shu olish kiradi, minish kiradi degan joyi toza. O'ta zo'r qo'yilgan tegini ham o'ta fokusga minishgan ekan. Mashina jari xaroba qilishmagan. Endi mana atmosferadan bitta ko'ringlar. Motori qarang. Jana. Taglari boshqalari ham mamamdek taglargacha shunga qilib qo'yilgan ekan. Bunga ham ortiqcha emas, nerv berib rasxod qilingan. Hop, ancha rasxod ketilgan mashina sirosini sotirish kerak, 1600 ga beramiz deydi. Bundan kam yo'q, aytdim, so'ramaysiz, oxiri narxi deydi. Okalar sizlar so'radinglar, men topdim. Rossiyadan juda ko'p kishi so'rayapti, men bildim. Chetda kuzatdik alla mana. 0.7 ni qorasi Abdulazizxon chiqardi deydi, men topdim. Narxi ishoninglar yo'q edi. 2011-yilda ishlab chiqargan 0.7mizni naqdga 3300 ga bersam olgan bo'lamdingiz. O'qtab qoraga o'tmagan. Radnoy. Borsa 25% kraskasi bor. Mayda-chuyda retopkalar hisoblaganda to'liq ma'lumotni aytaman. Mashinaning holati zo'r turibdi. Bozor bo'yicha, rangi bo'yicha ham, boshqa bo'yicha ham bitta o'zi ajrab turibdi mashina. Holatlari zo'r. Tez qiziqadigan joyi, mashina to'liq ma'lumotini beradigan bo'lsak, O'zbek Avtoga obuna bo'ling, shunchaki ko'rishda davom etasiz. Peshda temir gaz ballonlari bor, orqalarida holatlar, to'rtta ballonlar yangi holatda turibdi. Mashinamiz holatlari ham ideal. Qo'llari, boshqalari ham o'ta zo'r. Siz ko'radigan bo'lsangiz, ichlari ham ajoyib, rollari, boshqalari ham ideal turibdi. Mashina shunchaki olish kerak, minish kerak. Eng qizig'i mana 0.7 oynani chiqadigan funksiyalar o'rnatib qo'yilgan, qiynalib o'tirmaysiz. Devorda ikki tomonda hisoblaysiz. Mashinamiz motorni ochmaydi, motor injektor motor, hadovoyda motorda ishi yo'q. Olish kerak, minish kerak. Naqd 3300 berasiz, mashina sizniki bo'ladi. Iltimos, so'ramani, bo'ladigan narxini tushirdim. 3900 to'rmay degan joylarda. Nimaga arzon deb ham ba'zi telefon qilmaydi. Men oxirini tushirgan narxim 3300 bo'ldi. Sizlar so'radingiz, men topdim. Abdulaziz faqat 3.5 0.7 qo'ymadi. Hozirroqdan ham qo'yasanmi deganlar uchun mana. Bu yuzi 8000 yurgan, ikkinchi kurukka ketgan 0.7 topdim. Ishoning, narxi yo'q edi. Yo'qmasa o'zingizlar bilasizlar, yo'qsa bitta like ayamamiz. O'sha to'liq ma'lumotini beramiz. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, 2012-yilda ishlab chiqarilgan 0.7miz. Bu tomonimizda narxi modani o'ludi, endi sizlar uchun narxi ko'rsatdim. Buni ham chiqarib kuzatib turasizlar. Mashinamizning to'liq ma'lumotini beradigan bo'lsa, qisqasi mayda-chuyda bitta ikkita retopka petnolarga bor. Borsa 10% atrofda deyishdi. Orqasini bitta ko'radigan bo'lsa yana ko'ringlar, mashalloh, orqasi ham ideal, 75 temir gaz ballonlari bilan zo'r holat turibdi, yaxshi holat saqlangan ekan. Mashina nima ko'ringlar, pechatlari, dokumentlari, boshqalari ham hamma joyi zo'r. Ichini ko'rsa, ichi ham salapan qilib qo'yilganiga yarasha chexoli bor. Mana top-toza turibdi. Mashina shunchaki olish kerak, minish kerak. Sizlar bitta ko'radigan bo'lsangiz, mana qarang. 0.7 yangi minamandaga tanishingiz bormidi? 2003-yil bolalar bo'lmasa, sizlar davrina keldim. 118 ming ko'rsatdi. Ikkinchi kurukka ketib keling bu. Mana tegani bitta ko'ringlar, o'xshaydi. Ajoyibmi? Salapan 0.7. Xullas, bu mashinamizdan endi olish kerak, minadigan joyi, oldi motor qismini ko'ringlar. Motorlari ham zo'r, mana ham oldiga arshgan, boshqalari. Bu motorlari o'chirmagan Abdulazizxondilar, ishonchli, uvaringlar mandilar. Olish kerak, minish kerak. Bozorga qancha shipim desam, bozorga Abdulazizxon 6000 deb turibman dedilar. Oga bosh qo'ytirmang, bo'ladigan narxini qilaylik deb turib, 50 torga xursandchilik bilan berib yuboramiz deb. Oxiri narxini 5400 ga qo'ydi. Bu pulga Nexia beradi deb komment yozadiganlar bor, lekin Nexia'da bu o'zi bilasizlar, mazasi sizlar uchun ajoyib 0.7. Narxi isheni yo'q edi. 2007-yilda ishlab chiqargan shu 0.7mizni
necha pul deb o'ylaysiz ukalar, taxmin qilib turasizlar. Sizlar taxminingizda 500 ming dollar ozon chiqsa tezayib ketadigan joy. Mashinamizni ko'rib chiqamiz. Mashina holatlari zo'r. 2007-yilda ishlab chiqarilgan, bilasizlar. Ishonchli mashina. Xo'p, mashinamizning to'rtta baloqlari yaxshi holatda turibdi. O'yinlar o'ziga yarasha, baloqlari ham zo'r. Hamda baloqlarni qarang, baloqlari ham zo'r. Orqasida 75 ta temir gaz baloni bor. Orqasini ochmaydi. Orqasi ham full turibdi. Bu tomonimizda nar, bu tomonimizda moda. Mazami narni olmoqchi bo'lganlar ham aloqa chiqsani egalandik. Shu ham bo'ldi. Xo'p, mashinamizning ichini bitta ko'rib chiqamiz. Chexollari boshqalari ham o'ta zo'r. Ol ko'rinishga baho beradigan bo'lsa, ol chexollari boshqalari ham o'ta zo'r holatda minilgan ekan. Tiniq. Xullas, yil 2007 bo'lgani bilan 2011 beraverar ekan. Motor qismida mopo yamaydi. Hadovoyda ham ishi yo'q. Naqdga 3300 dollarga berishar ekan. Qiziqqan aloqa chiqasizlar. Okalar bunaqasi bo'lmaydi. Bozorda bitta jab turibdi desam bo'ladi. Shu mashinamizni naqdga necha pul deb o'ylaysizlar? Agar kommentga yozib turinglar, topgan odamga telefon qilib aloqa chiqsa ham bo'ladigan joy. Necha pulga taxmin qiling, necha pulga olgan bo'ladingiz. Mashinamiz to'liq ma'lumotlar beramiz. 1988-yilda ishlab chiqarilgan bo'libdi. Holatlari yaxshi turibdi. Mashina ko'rsak kulgudek, kraskalar tomdan pastpon nasibchi qilingan. To'rtta baloqlar yaxshi holatda. Orqasida 65-80 ta temir gaz baloqlari bilan mashina zo'r. Shunchaki olish qaradi, minish qaradigan joy. Ichki ko'rinishini baho beradigan bo'lsa, ichlari ham o'ta zo'r turibdi. Mashinamizning motor qismida mo'lpo yamaydi, hadovoylarda ham ishi yo'q. Mana minish qaradi, yurish qaradi bo'ldi. Mashinamizning naqdga 1000 dollarga beriladi. Ana 1000 dollar. 100 dollarlikda 10 ta odam 10 ta berasizlar, mashina sizlarga o'tadi. Tez ulgurib qoling. Sirosini sotilish kerak, shuni hisobiga tushirdim. Damas cho'kkalar bo'lmasizlar, xafa bo'lishinglar mumkin endi. Qavjida aytdim. Damas minib, odam to'xtatib, endi 5000 10 ming qilish to'xtating. Mana gazelni o'lib, u mashinangizni sotasiz yo barter ham bor. Mana gazelni o'lib yuk tashiydigan davrini keldi sizlarni. 3800 ming puli borga variantga. Naqdga unaqa qimmat emas. 97 lar bormisizlar, 9700 dollarga men topib qo'ydim. Naqdga. O'tadigani yo'q, mashinamizni punklari bilan to'liq ma'lumotini aytaman. Xo'p, mashinamiz yil 2014. Hop, oldi kabinkalari holatlari zo'r turibdi. Ponni yengil remont qilib, ponni klassika qilib qo'ygandilar. Baloqlari kelgan bo'lsa, baloqlari 95% atrofda deb turibdi. Yangi ekan, orqalari ham zo'r. Bu bekamiz sig'imi, ichlarini ko'rsataman, ichlari ham o'ta zo'r. Xohlagan ishingizga ishlataverasiz. Tiniq holat turibdi. O'sha shunchaki o'lish kerak, minish kerak degan joy. Hop, baloqlar yaxshi holatda. Benzin ham bor, gaz ham bor. 450 TL bor, 200 TL. Yuraveradi. Xotirjam holatiga qarab dedilar. Ichini bitta ko'ring, okalar. Voy, buni qarang, devo-ku. Damazingiz sotib buni olgani arziydi. Ma Damas tanishlaringiz bormi? Mashinamizni ko'ring, 674 ming yuribdi. Xo'p, Damas tanishingizga maksimalni tarqating. Kolonka boshqalari bilan bor. Damas soting, okalar. Mana gazeloli minini. 5 ta tanishingizni tashlab qo'ysangiz ham xursand bo'lardim. Motor qismida mo'lpo yemaydi, hadovoyda ham ish yo'q. 9700 dollarga shatirga. 3400 4000 puli borga variantga. Shakatoka endi Nexia minib chorsa bir kishi, Namangan bir kishi deb yuradi. Toshkent bir kishi deb yurmaydi. Mana o'ylab minish kerak ha. Lasetti bormi, Gentrami, Damazingiz bormi, Nexia ikkisi bor bo'lib tashadi, legenda deydi bo'ldi. Soting a. Mana olasizlar. 4000 puli borga berasizlar variantga. Gaplashadigan joyi bor. Naqdga bunaqa qimmat emas. Oxirida aytaman, Shakatoka mujiklik qildi. Mana baraka qilib qo'ydim. O'sha bitta ko'rib chiqamiz. Mashinamiz holatlari zo'r. Xo'p, 2014-yilda ishlab chiqarilgan oldi kabinkalarda keladigan bo'lsa, mana shu bitta rektorkalari bor. Deyarli qolgan joyi toza. Gazelimiz zo'r. 50 litrda 4 ta gaz baloni bor. Baloqlari, shinalari zo'r turibdi, yangi holatda. 8 kubika orqasining sig'imi. Ichini ochib ko'rsatib o'tirmaydim. Ichi ham ko'rsa ko'radigan holatda turibdi. Lekin ochib ko'rsatmadim. O'sha shunchaki olish qaradi, minadigan joyi ekan. Yaxshi holat ta'lishdi. Ichiga bitta ko'radigan bo'lsa, ichki salonlari boshqalari ham ideal. İçlari ham yaxshi holat turibdi mana, bemalol. Bu tomoningizga 3 kishini bemalol sig'dirib ketaverasiz. Bag'laringiz ham o'ziga yarasha. Mana qarang. Ajoyibmi? Chexollari boshqalari zo'r. Yurib turgan mashina. Mana bunday qo'lingizni qo'yib ketaverasiz. Vohaga ketasizmi, o'tlikda aylanasizmi? Xullas, vodiy bo'ylab bir yo'llaveradi 4000 ming puli borga, ishonchli odamga naqd olaman deganga 9000 600 dollarga bor baraka berib yuboramiz. Naqd sanaganga. Motorda ish yo'q, hadovoyda ish yo'q. Tez ulgurib qoling. Bunaqasini topa olmasangiz, bizga obuna bo'lsangiz o'zingiz uchun foydali. Telefon raqam 33 721 2002